Assalomualaikum. Çöpten çöp qilishdan qiynalib yurganlar. Sizlarga bir jo'nakay iqmani ko'rsataman. Manavi shunday yashik, endi yuzta ko'rdim ele. Shunday nima qilib jasadim. Bunday qilib turib, mana yerga rezinani tortib qo'yamiz. Bunday turib. Undan keyin mumkin bo'lsa elektropilani yashtigini olib tashlash kerak. Tashlasa, bu boyag'i mana yemeğe tig'ilib qoladi ekan çöp. Shunda mana bu yemek qilamiz. Aralayveramiz. Mümkün bo'lishuncha bardagi detallari jig'ashdan bo'lishi kerak. Oralig'i, oralikdan ara o'tib ketadi. Ostida da shunday o'yla nima jig'ash bo'ladi. Bunday jig'ashlari bor. Mana araga tibet. Ana oralig'idan 15 cm yerdan o'sha ostinqi taxtadan ko'tarilib turadi. Ama birok jaktı. Jakştan çeken. Şimdilerge ilgilik. O matanızlar versin. Elektropila.